Tajribasi davomida eng hayratlanarli 3 ta natija. Birinchisi yoshi katta insonni olib kelishgan. Bir nevropatolog Alsgeymer qo'ygan, ikkinchisi Bass sindromini qo'ygan, uchinchisi demensiya, Parkinson qo'ygan. Oddiy elementar diagnostikada tekshirganimizda topganmiz bo'yin tomirida yog' bosish tufayli yuzaga kelayotgan miyaga qon kislorod yetishmovchiligi. O'shani tuzatganimizdan keyin avtomatik tarzda xotiraviy jarayon organizmni to'liq joyiga kelishi kuzatilgan. Oddiy narsa. Ikkinchisi diagnostikadan keyin bolalarimiz gapirisha boshlaydi. Juda ko'p holatda kuzatiladi. Nima uchun? Chunki bu diagnostika qilayotganda sog'lom impuls jo'natgani uchun miyada ishlamayotgan organizmdagi neyronlar tiklanib ketadi va shu tufayli bola birinchi tekshiruvni o'zidayoq ko'pincha holatda gapirib ketadi. Bu hayratlanarli. Uchinchisi achinarli, lekin juda ham fojiali faktor. Ba'zi bolalarimizda rak kasali, miyasida suv yig'ilyapti degan ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi vrachlarni bergan xulosalariga ko'ra bolani operatsiyaga tayyor holatda olib kelishadi. Lekin tekshirish natijasida ma'lum bo'ladiki, uni boshida bor yo'g'i gematoma, qon quyqasi turibdi xolos. Uni jigari funksiyasini yaxshilash, qon suyultirish natijasida operatsiyalarsiz tuzatamiz.